Yosh bola yaxshigina o'ynab yurgandi, shamollaganda to'satdan kuchli yo'talib boshladi. Bunaqa vaqtda ota-ona bolani nafas yo'llariga biror jism tiqilib qolmaganmikan degan shubhaga borishi talab qilinadi. Agar yot jism juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, nafas yo'lini to'liq bekitib qo'yadigan bo'lsa, tana boshida o'zini o'zi himoya qilish uchun yo'tal refleksini shakllantiradi. Agar jism chiqib ketmaydigan bo'lsa, bola uzog'i 5-10 daqiqaga bormay vafot etishi ham mumkin. Agar jism kichkina bo'ladigan bo'lsa, boshida yo'tal refleksi shakllanadi, bola chiqarib tashlashga harakat qiladi ancha vaqt. Agar judayam pastki nafas yo'llarigacha kirib borgan bo'lsa, yo'tal refleksi so'nadi o'z-o'zidan ancha vaqt yo'taldan keyin. Keyin bola shu bilan o'tib ketadi, buni hech kim sezmaydi. Bu joy, jism kirib qolgan joy vaqt o'tib yallig'lanadi, bolaga isitma beradi. Lekin hech kim sababini bilmaydi, chunki ko'rmagan. Bola oylab isitmalab yurishi mumkin qanaqadir kasalliklarga davolanib. Qachonki, kimdir, bolani o'pkasini rentgen qilib ko'raylikchi deb qolmagunga qadar shunaqa bo'lib yuraveradi. O'shaning uchun, bolaga judayam e'tiborli bo'lish kerak. Ayniqsa ko'krak yoshidagi bolalar bo'ladigan bo'lsa, mayda jismlarni, nafas yo'liga o'tib ketishi mumkin bo'lgan kichkina jismlarni bolalardan uzoqroqda saqlagan ma'qul.